ertalab kelganiga xursandman, behisob shukur. Mana hozir hasalan tashladim, ko'rib turibsizlar. Mana tizzalarim bukilmasdi. Namozda stolchikda o'tirib o'qirdim. Hozir bukilyapti. O'tirib yerga sajda qilib peshonam yerga tegdi. Mashalloh. Natijam zo'r, super. Nevaralarimga ham beryapman. Shamollaganda berdim, stomatit bo'ldi 3 oylik, 4 oylik nevaralarim bor uyda. Ularga ham pashti aptekan dorisini berayotganim yo'q. Mashalloh. Faqat mana shu mahsulot. Uyimda mahsulotni ketizdim deydi. Siz nimadan pulmas? Manda ko'rsatib turasiz, bo'ksada уже tizzada ham yemirish paydo bo'ldi. 4-stepen menga operatsiya bo'lasiz deganda 15 yil bo'ladi. Operatsiya bo'lmadi. Allohga shukr. Nima ishlaysiz? Perfetto Vital ko'rsating mana ishganingizda mana buni eshitdim. Menda tug'ma revmatizm bor edi. Ikkita o'g'ilni tuqqanimdan keyin hech yemaganman, suyak yemirishlarim rivojlanib ketgan. O'zim hech bozorchiman, non sotaman bozorda. O'tiraverganman, qishim yozim, bola chaqam, erim yo'qligi uchun o'zim ona ham otaman. Ikkita bolani katta qildim. Uylantirdim, hozir mana nevaralarim, baxtli insonman. Birinchi bo'lib mana shu ikkalasini ichdim. Undan keyin buni qo'shdim. Mana bu обязательно bo'ldi. 5 litr suvga bitta pislataman. Oilaviy ichdik. Nevaralarimga ichiraverdim. To'xtatmadim buni, haligacha kelyapti. Zubaslarni foydalanyapmiz. Stomatitlarga, nevaralarimga. Qaynagan suvga bir tomchi ichiryapman. Gijjalarga foydasi bor degani uchun 3,5 yashar nevaram bor, eng katta. Ana o'shani gijjalar tushyapti. Mashalloh. Rosa qatnaganman ana u. Tozalatishga. Qancha pulingiz Qiynalib ketdi, qancha pulim ketdi. Bundan pastingiz Bu pulagan? Atiga. Atiga. Rosa zo'r mahsulotimiz. Kattalagan kichkina. Men endi keldim, 3 oy bo'ldi kelganimga. Lekin keldim, ikkita qo'shnim bilan o'zimni Oygul bir qilib yozdim o'zim.